Eksimizde devam hürmetlik vatandaş bugün çislağa 2023 yıl 12. ayının 24. günü haftaki yekşembe vatandaş Signal çelinde mavzumunda Signal çelinde cüngüde bir qancha ülke putirab turalmadi. Mavzulu xabar 12. ayının 23. gün Venvet orbiti ilan qilindi. Xabar bunday başlandı. Cüngü iqtisadının zayıflaşı davamlaşıvadı da. Yakında cüngüde köplügen ülkelerde arkadan çakırılgan yığıllarda qiyin kunlar. Doğrusu toxtaldı. 12. ayının 22. günü Cüngü Maliye Ministerligi yığında qiyin kunlar doğrusu toxtaldı. Qarğandı cüngü iqtisadının kasatçılık devri başlandı. Bunun içinde en eğri qaysı dep qarasınız vatandaş? Zhejiang ülkesi. Zhejiang ülkesi neymiş qeygiri deymiz desiniz. Zhejiang ülkesi Cüngü memleket boyunca iqtisadi terakki tapkan 4 ülkenin birisi. Azı bu Zhejiang ülkesi qiyin kunlarni ötküzüş mavzusu da maqal ilan qilgan gap. Onun şartı partiya organları, hükümet organları qiyin kunlarga tayyorlik qilish kerak. Qiyin kunlarni ötküzüşni tüzümleştirişi kerak. Mana shunday gaplar. Hozir hisobda hozir tahdid bo'lib kelayotgan bir ish nima desiniz? Cüngüde devlet mulazimi deb ishlaydigan odamning soni 80 milyon. Devlet mulazimi deb ishlaydigan odam 80 milyon bo'lsa bu odam nima bilan qo'shaq beqish kerak? Cüngüning moliyasi bilan qo'shaq beqish kerak. Maliyenin ahvali nima? Hazır xarab. Mesela yerlik hükümetler nima dedi desiniz? Biz endi bundan keyin can beqish, qo'shaq beqish meselesi de maliyeye tayanmaymiz. Aşkar aldı dedi ki biz cerimani elish Xitoynimiz dedi. Mana gap. Endi bu gap nimish mana gap bo'ladi vatandaş? O cerimani kimden aladi? Cemiyetten aladi. Cemiyeti kimden aladi? Mehmet Samet'ten aladi. Wang Tatay, Shang Tatay'dan aladi. Puralarını kalktı soktu kılıdı. Puralarını kalk senemge aylandırdı, gadaylaştırdı. Degen gap vatandaş. Anda bugün su şavkan bolsa, su şavkı efendi bolsun meyli. Runyanın nazarı bolsun işkilisi okşaşlı Cüngüde bank tügeçtiydi. Bunun sebebi Prezident Joe Biden memuru buyruğu imza koydu. Cüngüdeki 4 bankını, mesela Savdo Sanoat Bankası ve Yezigilik Bankasını imbarga kıladigan boldu. Şunun bilan Cüngüde bütün bankalarning hali haraplaştı. Eğer iqtisodning vaziyati intayin eğer vatandaş Cüngüde mesela 80 milyon mulazim bekaga tamak yedigan gap. Yani bekaga degende bunu xalq boqadigan gap degan gap. Ularda ishlab chiqarish yo'q. Ularda ishlab chiqarishga has qo'shadigan kuch yo'q yoki tartib yo'q. O faqat davlat uchun yugurib yuradigan tashviqot bo'limi bilan Şinjan gazetining o'tirishida yugurib yuradigan odamlar. Shularning qo'sig'ini Cüngü moliyasi beqish kerak. Bugun moliya yo'q. Jamiyatni biz cerimani qo'yish shaklida qo'shaq vaqimiz deydi. Bunun sebebi Cüngüde öy, imorat, ticaret, kasbiyeden 50% boj, to'lam cemiyetten, yoki şu şirketlerden devletin hazinesiga maliyesi kirib turadigan gap edi vatandaş. Öy, imorat, ticareti bugün tugashdi. Yerlik amaldorlarning yoki yerlik hukumatlarning dardi buningdan müküp. Hatta Fujian shundoq boy ülkeler deniz bo'yidagi Şam'ın şehri ve deniz bo'yidagi hayron qolasiz bu şehirler aynı çağda Hong Kong bilan atkashchilik qilib beyip tinip ketken adamlar vatandaşlar. Bu şehirler beyip tinip ketken. Azı şu baylıklarını buna kanda bir taraf kıldı bilgili bulmaydı. Meyli Şam'ın şehir halkı olsun, meyli Fujian ülkesinin halkı. Endi bugün günü kelgende Şam'ın mı çatak, Fujian ülkesi mi çatak? Hazır maliye deşlim yok der. Maliye deşlim yok der. Şunu siz oylap bakın, hazırgıça Şinjan harbiy rayoni qandaq beqish ve Şinjan harbiy rayoniga
Hajlanadigan pul qayerdan keladi deb bir savol qo'yib bakinglar. Hukumat hech qanday ochiqchilik yo'q. Şinjan harbiy rayoni bilan moliya nazorati, avtonom rayonlik moliya nazoratining o'rtasida nima munosabat bor? Hozirgacha bir jumla 70 yildan bir jumla oshkorlanib tashqariga chiqqan emas. Bu askarlar nima yeydi qo'saqqa vatandosh? Shu vaqtlarda biz vatandagi chog'da nima deb anglaganda aeroplanning beshidagi peqiraydigan 3 qanotli vertolyot demdi, nima deydi? Oşının bir peqirishi uchun 16 dehqon 1 yil haqsiz emgak qilish kerak dedi. Ya'ningizmi? Xalq degan qandoq kina, boylik degan qandoq kina, qandoq yoki xarjlaydigina? Mushuni ko'rib oling vatandosh. Mushuni ko'rib oling. Ana hozir mana endi bu yerda kelibdi qiyin kunlar. Bu qiyin kunlar 60-yili 20 asrning 59-yillarda qiyin kunlardek bo'lgan bo'lsa, masalan, och qoladigan, qo'saq to'ymaydigan, ochlikdan odam non ochdan kam qilib o'lib ketadigan Muşundan qirg'inchilik dal 20 asrning 60-yillarida agar shu kunlarga yetib keladigan bo'lsa, Junguliq bugun yana nima deyishi, qanday qilishi mumkin edi vatandosh. Shu vaqtida Kompartiya tashviqot o'rinlarining yolg'onchiligi va bu tashviqot bilan qo'sig'i ochqaga o'lib ketayotgan gavdalarni aldash uchun qanday tashviqotlarni elib borganini hozir ko'rsangiz, siz nima deysizki vatandosh bilmayman. Qarang, bir kava, bir plakka bir kava tushibdi. Bu kavani harvag'i besibdi. O kavının bir çekisida o'ltirib tamakisini quyoshga tekkizib turib tutashtiribdi. Ko'rdingizmi ma po'chilikni? Mush 20 asrning 60-yillardagi po'chilik. Eliqi kavini harvag'i kim bosdi? Kran bilan bosdimi? Bu to'g'rida gap yo'q. Bundaq cho'ng tushgan, cho'ng aygan kavini harva qanday ko'tardi? Bu to'g'rida gap yo'q. Lekin po'chilik mana mush darajaga yetgan. Dandishim o'tgan dedim-ku, sizga bu Jungoning ijtimoiy fan olimlari yomon deb. Shu vaqtda Dengtu Langmusha, Dengtu Wuhan Langmusha deganlar yozgan Pilyatonning har birini o'qib ko'rsangiz hayron qalasiz vatandosh. Pochtorg'ay yolg'onchini qanday adaplash kerak? O Pilyatonlarda shundoq deyilgan. Ashlarning hammasi yolg'on, tashviqotga kava. Onunda o'ltirib tamakini quyosh bilan tutashtiradigan mush ko'rinishlarning hammasi yolg'on. Bu yolg'on ne? Shu vaqtda Dengtu Wuhan Langmusha deganlar Yanshay Yehua degan kitobda pash qilganda shu darajada pash qildiki, oxiri Mavzudonga dartmilab yolg'onchi degan so'zni uningga otib turib, yolg'onchini qandoq davolash kerak? Uning bir yo'li bor. O yo'l bo'lsa-mi, yolg'onchini tutib kelib İştinin qanini beshiga eqitish kerak. İştinin qanini beshiga eqitib, ya'ni kaltak bilan 4ni 5ni urish kerak. Shu vaqtida o'sha kelamda kembamda qarash kerak. Mana shunday so'zlar iboralar Pilyatollarni Yanshay Yehua degan kitobga yozgan edi vatandoshlar. Endi hozir qiyinchilik davri edi. Qiyinchilik davri yetib keldi. Hozir hukumat tayyor. Partiya organları tayyor, Jungo xalqi tayyor. Bu qiyinchilikdan qutulishning birdan-bir yo'li qo'shib kelgan vaqtida jarimonalash, fuqarolardan jarimonalash shaklida hukumatni harakatga keltirish, yana bir nimani harakatga keltirish. Hozir boshda aytgan 80 million mulozim qisqartilamdi va yoki yana ularning qo'shig'ini baqamsa, masala mana bu yerda. Endi eng oxirida kelgan bir jumlaga mana qarang nima deysiz? Pahallashish 20% tushganda, masalan $1 $20 tegishilishga to'g'ri kelganda xalq pulidan chataq chiqdi. Mavzuli xabarmi? 2-oyning 23-kuni Van Vert orbitida e'lon qilindi xabar. Bundaq boshlar. 2023-yili, kechiringlar, 3-oydan boshlab xalq pulida pahallash boshlandi. Bunun çağrısı nima ekan desiniz, biz burun bundan cho'nqur tushungan emas. Bu xalq puli degan dollarga munosabat ekan vatandosh.
o dollari bilan mavjud bo'lib turdi ekan. Hozir xalq puli to'g'risi nima qildi hukumat desiniz, o'zliksiz aralashib keldi deydi xalq puliga. Amerika davlat zoyimini setib elishni azaytib, xalq pulini setib elishni kuchaytirdi. Amerika'nın davlat zoyimini setib elish, jungo setib elish degan gap, demak xalq pulini Amerika dollariga bog'lab qo'yishga majbur bo'lish degan gap ekan bu bugun kelyapti vatandosh. Yani to'liq tushunmadingmi buni? Demek sen Amerika'nın zoyimini setib elib, yani onu bozorga chiqib setib, uning o'rniga xalq pulini elib setishni kuchaytirish degan darajaga tushasang, bu vaqt Amerika iqtisodiga qanday ta'sir qildi? Men buni bilmayman vatandoshim. Biroq bu yerda bilganim, bugun tushunganim, Xitoyning xalq pulining kuchi va qimmati Amerika dollariga bog'liq degan bo'lgan bo'lsa, bu ish nayta eg'ir ish bo'ladi-ku. Siz oldimizdagi 1 yil, 2 yil ichida Amerika dollari, mesela zapas pul komiteti kaynikayndan o'smasa deya vatandosh. Bu jungo bozoriga, jungoning paychak bozoriga, jungo iqtisodiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Hozirgacha ochiq konkret oldi bir odamning bir parcha maqolasini ko'rmadim bu to'g'rida. Bu yerda hozir xalq pulini paxollashdan, saqlanishdan zoyim, Amerika davlat zoyimi setib olgan zoyimni chiqib bozorga solish kerak. Buni Amerikaliklar qabul qilmaydi albatta. Buni Amerika dollar qabul qila olmaydi albatta. Mushuringda so'zlab kelib, oxirida bundan qutulishning yo'li nima desa, Jungo Kompartiyasi pul bosadi deydi. Pul besib tarqitaverdi, son bilan chiqaverdi. 100 yuan, 50 yuan, 10 yuan degan pul bozorga chiqaverdi. Lekin uning qimmati 10 yuanlikda, 500 yuanlik, 100 yuanlik to'xtab qolmaydi. Chunki pulning qimmatini bozor tangshash kerakda, oxirgi hisobda. Anda bunun için dollar mı kuch chiqarish kerakda. Hozir dollar kuch chiqaramiz, qamam bilmaysiz. Mushiyak yetkanda agar 1 dollar 20 yuanga tegishiladigan bo'lsa, yoki 1 dollar 30 yuanga tegishiladigan bo'lsa, jungoda nima deyish kerak deb savol qo'yibdi. Kasatchilik davri boshlandi. Kasatchilik davri boshlandi, undagi nima ish bo'ladi? Arasızda boltamızsak mı üzü ma'lum go vatandaş. Kasatçılık devri başlandı, açarçılık devri başlandı. Diyen söz şu vaqtda attırgı çıkıda vatandaş. Çünkü onun iqtisadi, ben tünügen sizlerge sözlüge vaqt nemi dedim? Ahırkı zərbi buluşu mümkün. Diyen intayın nazuk mesele kilip çekildi. Mesela Prezident Joe Biden memuru buyruk imza koydu. Ukrayna'ya karşı uruş kılgan Rusya armisi yardım kılgan Jungo'nun 4 bankasına beçliye ki imbarı kıldı, baykıt kıldı. Bu signal belki Jungo'lukla özünün işki kısmında gelip atkan signal buluşu mümkün. Lekin bunun köp kısmı yanıla taşkarı dünyadan gelip atkan signal bulup kaldı. Ahıran devet köset tuğana. Meyle Hong Kong'un puli Amerika dollariga bog'liq. Kuch yerdan keldi. Mana bugun Jungo'ning puli renminbi Amerika dollariga bog'liq. Kuch yerdan keldi. Demak, endi bu o'yinlarni Jungo Kompartiyasi qanday o'ynaydi? Vaqti kelganda ko'ramiz vatandosh.